Muslima qizimiz 2 yoshdan kelgan. Shunaqa xohlardi raqsga tushishni. Tug'ma talant qizimiz. Kelib o'xshamasa ham o'ynab ketaverardi. Voy, asal qizim, o'ynaver. Ana kattaroq qizlarning orasida tagida oyoq tagida qolib ketsa ham turib yana o'ynab ketaverardi-da. Bu tug'ma talant. Hamma shogirdchalarim ko'zimga qarab turadi. Chunki men ular bilan o'zimni boladek his qilaman va boladek bo'lib qolaman. O'sha davrdada ota-onalar voy tez olib kirib keting, bularni bizga quloq solishmayapti. Qani hammang kirdingmi, 20 tasi turadi. Qizlar desam hammasi bundoq qarashadi, hamma aytganimni qilishadi. Bunga ham erishish oson bo'lmagan, lekin shunaqa faxrlanib ketaman. Mana shu qizaloqlarimni sahnada ko'rsam, voy mehnatlarim zoya ketmabdi. Ota-onalar ham minnatdor bo'lishadi. Voy qomati chiroyli bo'lib qoldi. Qizimiz konsert qo'yib beradi uyda. Mehmonlar kelganda hammalari musiqamizni qo'ying oyijon, raqsga tushib beramiz deb mana bir pasda konsert ham uyushtirib berishadi-da uyda. Qarang. Sahnaga shogirdlar chiqsa xursand bo'lar ekansiz-ku. Bormisiz, omonmisiz dasturini ham mo'jazgina sahnasi bor-da. Qani biz taklif qilaylik. Siz bir xursand bo'ling. Quvonchi bir ko'raylik, maza qilaylik. Muslima qizim. Muslimaxon. Muslimaxonni biz qizimiz qo'g'irchoq deb o'yladik. Qo'g'irchoq raqsini ijro etib beradi Muslima qizimiz. Bu raqs bilan xalqaro ko'rik tanlovida mana Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi Bahor davlat raqs ansamblini bosh sovrinini qo'lga kiritgan. Davomli bo'lsin, xayrli bo'lsin, tabriklaymiz. Shaxsan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda Mandrahimova o'zlari e'tirof qilib, mana shu sovg'alarni olib chiqqanlar. Juda ham xursand bo'lib ketganmiz. Shuncha raqqosachalarning ichida mana shu qizimiz oliy o'rinni egalladi. Barakalloh. Bu raqsimizni Mukarrama Turg'unboyeva ustozimiz sahnalashtirganlar. Qo'g'irchoq raqsini qo'lidan kelgancha Muslima qizimiz ijro etib beradi. Marhamat. Qani biz tayyormiz. Sahnaga chiqing. Marhamat.
Barakallah. Rahmat Muslimaxon. Ustozingiz oldiga kelib olasiz Muslimaxon. Mashhur opamni ko'zlaridagi quvonch ko'rdimda, keyin beixtiyor ko'zim E'tizoxon opamga tushib qoldi. Bunday qarasam, meni ham shogirdlarim bor. Sahnada bir ko'rsam edi. O'qidim, bittada o'qidim. Diyoraxon, bitta fleytadan bahramand bo'laylik. Maylimi? Keyin suhbat E'tizoz opam ham o'tamiz.